Hech bitta plomba uchun kelib 6 ta implant, 10 ta viner, 18 ta koronka qo'ydirganmisiz? Hozirgi bemorimizda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Birgalikda ko'rib chiqamiz. 57 yoshli bemor boshqa klinikada 3 marta to'g'rilashga harakat qilganlar, lekin plomba uchinchisida ham tushib ketgandan keyin menga murojaat qildilar. Bu sohada men o'zim ekspert bo'lganim uchun va 3 yildan beri stomatologlarga bu sohada master klasslar o'tib kelganim uchun bittada eng optimal bo'lgan yechim qaysiligini tushunib yetdim va buni bemorga yetkazib tushuntirib bera oldim. Biz ishni boshladik. Birinchi navbatda eng muhimi bu izolyatsiya bosqichi hisoblanadi. Chunki plomba ashyosi quruq muhitda, izolyatsiya qilingan muhitdagina yaxshi tishga yopishishi mumkin. Natijani ko'rishingiz mumkin. Bu bemorga ham ma'qul keldi va bir vaqtning o'zida biz chuqur diagnostika bilan fotoprotokol qildik va bemorga og'iz bo'shlig'ida boshqa muammolar borligini tushuntirib berdik. Ya'ni jag' tishlarida implantatsiya operatsiyasi o'tkazilishi kerakligini, eski qo'yilgan sariq koronkalarni almashtirish vaqti allaqachon bo'lganligini tushuntirib berdik. 6 ta implant, 18 ta koronka va 10 ta viner taklif qildik. Davo rejasini bemor qabul qildilar va biz ish jarayonini birinchi, ya'ni implantatsiya bosqichidan boshladik. Implantatsiya bosqichi ham oson kechgani yo'q. Bemor ko'p yillar mobaynida tishsiz yurganlari uchun tepa jag'dagi tishlari pastga osilib qolgan, tepa jag'larida 3 ta, pastki jag'larida 3 ta implantatsiya operatsiyasi o'tkazildi. Shu o'rinda jamoamiz a'zolari bo'lgan xirurg implantologlarga har bir ishiga professional yondashib, bizning ishimizni birmuncha yengil qilib berganlari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. 3 oy o'tib, ortopedik konstruksiya tanlash bosqichiga yetib keldik. Texniklarimiz bilan maslahatlashgan holatda ular uchun maket tayyorladik. Plasmassadan yasalgan maketda bemor 2 oy yashab ko'rdilar desa ham bo'ladi, chunki qanaqadir noqulayliklar, funksional va estetik jihatdan bemorda bunga shikoyat bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol bunga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Plasmassa taqmasdan turib, maket taqmasdan turib doimiy tish yoki koronkalarni, vinerlarni taqa olmaymiz. Fotoprotokol uchun kulib berishlarini so'raganimda, kulish uchun xizmat qiladigan mimika muskullari bo'ladi. Ancha yillar mobaynida ishlamagani uchun kulishga qiynaldilar. Plasmassadan yasalgan maket taqilgandan keyin bemor kulishni boshladilar. Sekin keramik vinerlar va koronkalar taqilgandan keyin mana shu holatga keldilar. Emotsiyalarini yashirmasdan kulishni boshladilar. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin Telegram sahifamga SMS keldi. Qarasam, bu bemordan oynani oldida tushgan rasmlarni jo'natdilar. Juda samimiy, emotsiyalari yaxshi, kayfiyatlari yaxshi. Demak, o'yladimki, totalniy reabilitatsiya o'tkazilgandan keyin ularning kayfiyatlariga, emotsiyalariga ham kuchli ta'sir qilar ekan. Tishdagi muammo sizda ham odamlar orasida o'zingizga bo'lgan ishonchga va kayfiyatingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa, buni o'ylab siqilishga hech qanaqa hojat yo'q. Bizga murojaat qiling. Sizni ham tabassumingizni san'at asariga aylantiramiz.